Xush kelibsizlar. Kurion, sizni endi ko'rmayman deb cho'chigandim. Sehrgarlar seni qidirishyapti. Hududga surgun qilishmoqchi. Polni olamiga o'tishim kerak. Buni qanday uddalashni bilaman. Yordaming kerak. Riana qani? Uni ko'rmadingmi? Endi Polni dunyosida nimalarni ko'rganingni menga aytib ber. O'zbek multfilm HD Telegram kanali taqdim etadi. Buron Pol, Ashkaning aslahasi yo'qolibdi. Riana ham yo'q. Aslahani o'sha olgan. Ovozingni o'chir, Griven. Unga gapirgandan foyda yo'q. Rianani topish kerak. Riana! 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 Kurion, Bron. Bu singlimni sovg'asi. Riana bu yerda nima qiladi? Sovut o'g'risining ortidan poylagan. U bizga nishon qoldirgan. Bu yoqqa. Yuringlar. Polni otasi yangi narsalar yasasa, nima uchun sehrgar emas? Polni dunyosida umuman afsungarlar yo'q. Odamlarga nima qilishni kim o'rgatadi? Gazetalar. Gazetalar deganing kimlar? Pochta qutisida yashaydigan mitti odamchalar. Qiziq. Bo'ysunmaganlarni o'sha gazetalar jazolashadimi? Yo'q. O'qituvchilar jazolashadi. Ular sport bilan shug'ullanishga majbur qilishadi. Sport dahshatlimi? Maydonda tez yugurtiradi, seni turtib kaltaklashadi. Polni yurti xavfliga o'xshaydi. Ha. U yerga bormaganing ma'qul. Endi qayoqqa? Bo'linishimiz kerak. Men bu tomonga boraman. Qizimni topsanglar, chaqiringlar. Men u yerdan zo'rg'a qutuldim. Meni mashinalar yemoqchi bo'lishdi. Mashina? Shunaqa yovvoyi hayvonlar. Ularni temir qutilarda saqlashadi. Lekin ular ba'zan qochib ketib, odamlarga borib urilishadi. O'zimni bazo'r chetga oldim. Yolg'on. Polni kamerasida ularni ko'rganman. Ular hayvonlar emas. Lekin maxluqlarga o'xshaydi. Faqat oyoq o'rnida g'ildiraklari bor. Nuqul yolg'on gapirasan. Clayhillga boramiz. Polni qishloqdan aldab olib chiqasan. O'g'lini qutqarish uchun otasi istagan narsamni beradi. Riana! Riana! Salom, Pol. Uni qo'yib yubor. U seni dunyoyingga bormoqchi. Men bilan borsang, uni qo'yib yuboraman. Meni g'orga olib borsang, uni rostdan ham qo'yib yuboraman. So'z beraman. Ashka. Xalaqit berma qariya. Ilgari ham seni yengganman. G'irrom bilan yenggansan. Polni ushla. Pol! Kurion! Dada, yordam bering. Ashka shu yerda. Yugur. Kurion. Ahvolim yaxshi. Ashka Polni olamiga o'tib ketmoqchi. Oldindan kesib chiqib yo'lini to'samiz.
Diqqat bilan qara. Men u tomonga o'tishim bilan so'zlagichni olib qo'y. Har kuni shu yerga kelib, tuynukni ochib qo'yasan. Senga ishonaman, Grivan. Aytganingni bajaraman. Grivan, qopqog'ini yop. Ashqa hali kelmabdi. Shoshmasak bo'lmaydi. Seni endi hech qachon ko'rmayman. Tezroq xayrlashinglar, ashkaga qolishi mumkin. Uchrashgunimizga qadar o'zimni bilimli deb hisoblardim. Hamma narsani hech kim bilmaydi. Gaping to'g'ri. Aks holda hayotning qizig'i qolmaydi. Alvido, Pol. Sen qayoqdan kelib qolding? Maktab oromgohiga kelgandim. Meni stansiyagacha olib boring, iltimos. Ish kunlari oromgoh ishlamaydi-ku. Yolg'on gapirish uchun farosatni ham ishlatish kerak. O'tgan safar ikkita tentak do'stini o'zga olamdan olib kelmoqchiligini aytgandi. Sen bola yolg'onchi ekansan-ku. Mayli, o'tir. Rahmat. The world is pumping, life's on the road. DJ's kind of cool. He won't get off. Yo'ldan qoch.
Ishlay qol. Senga nima kerak? Men bolani tutishim kerak. Meni olib ket. Och eshikni. Sen o'zga sayyoradamisan? Miyamni o'rganish uchun meni o'g'irlab ketmaysanmi? Ha? Qayda? O'zga sayyoraliklar borligiga ishonardim-u, o'zim uchirtaman deb o'ylamagandim. Qayerdansan? Yo'lga qara. Qo'rqma, urilib ketmadik-ku. Bunday tez yurishni qanday uddalayapsan? Motori qudratli, quturgan hayvonday baquvvat. 200 ta ot kuchi bor. Bo'lishi mumkin emas. Buni ichiga bitta ham ot sig'maydi. Tezroq yur. Rahmat rohiba Jozefina. Omon bo'l. Siz ham. To'xta. Shu yerda to'xta. Menga qara, temir ilon qayoqqa ketdi? Shaharga, keyingisi soat 6 da. To'xta. Jinnimisan? Bu nima? Yaxshilangan Harley Davidson, dunyodagi eng zo'r mototsikl. Bunga puling yetmaydi. Unga minmoqchiman. Bemalol. Ismim Chopper. O'tir. Qayoqqa bormoqchisan? Shaharga. Tezlikni almashtira olasanmi? Ha, balki uzoqroqqa jo'nab ketarmiz. Yaxshi joylarni bilaman. Menga bir yigit kerak, Pol. Pol, Uni otasi olim. meni dadam suvaraklarni dorilaydi. Poldan kam joyim yo'q. Mana men qaytdim. Ahvoling qalay? Riyani qani? Uyga tashlab keldim. Hamma ish joyida. Yashavor og'ayni. Alex, likillayverma. Mashinani yuv. Dada meni jazolayapti. Baliq ovi haqidagi yolg'on uchun. Menga yordaming kerak. Uyga tezroq boray. Hech narsani unutmadingmi? Nimani? Yordam bersang aytaman. Kelishdikmi? Kelishdik. Nimani unutibman? Jenna, bolalarni yaxshi ko'rasizmi? Bir kun kelib katta oilam bo'ladi. Katta oila menga ham yoqadi. Salom, Pol. Salom. Baliq ovi qalay bo'ldi? Qanday bo'lsa shunday. Bitta baliq tutdim. Qovuramiz. Baliqdan ko'nglim ozadi. Salom dada. Qalay borib kelding? Zo'r. Mana balig'im. Gulmoq ekan. Daryo balig'i. Ko'rfazga ketgan deylar-ku. Rostini aytsam, hech narsa tutolmadim. Quruq qo'l bilan qaytgim kelmadi. Baliqni sotib oldim. Dada, Ro'ppa-rosa to'rtta ekan. Jenna, biz bilan nonushta qiling. Jinaning boshqa ishlari bordir. Ishlarim yo'q. Bemalol qolishim mumkin, doktor. Iltimos meni Brian deb chaqirgin. Men gulmoqni pishirishga ustaman. Nega matohingni to'xtatding? qizaloq, men o'sha polni topishingga ishonmayapman. Izg'iyverib chanqab ketdim. Menga kaltingni ber. Ber dedim senga. Toshingni ter. Bajar buyrug'imni. Aytganingni qiladigan ahmoq yo'q.
Bu yoqqa ber kalitni. Baliq zo'r bo'pti, Jina. Rahmat, Kristi. Kristinani almashtirib qo'yishibdi. Ilgari baliqni yoqtirmasding-ku. Dada, biz ham birga baliq oviga boraylik. Albatta boramiz. Qizlar ham boraveradimi? Men ham borardim. Kristina, hammamiz boramiz. Jinachi? Mendan baliqchi chiqmaydi. Cho'lchanglarga achinaman. O'rmonda polga o'xshab adashib qolsam, yuragim yorilib o'lardim. Juda qo'rqdingmi? Yo'q, unchalik emas. Bunaqa vaziyatlarda vahimaga tushib qolmaslik kerak. Men o'zimni yo'qotib qo'yardim. Ayniqsa ertalab qahva ichmasam, chidolmayman. Men esa ertablari yugurishni yoqtiraman. Yugurish menga yoqmaydi. Ammo raqs tushish joni dilim. Klubga borsam, yiqilib qolgunimcha sakrayman. Dadam ham raqsga ishqibozlar. Lekin raqs tusha olmaydilar. Shu joyda yanglishding. Oyim shunday degandilar. Kim shirinlik yeydi? Olmali pishiriq. O'zimiz tayyorlaymiz. Yuring, aka. Rahmat. Bugun Pol o'zini adashib qolganidan jazoga tushmadi. Seni yo'lingda xotirjam yuribdi. U yaxshi bola. Farzandlaringiz tarbiyali. Hoy yigit, nima yeyapsan? Hot dog? Menga hot dog ber. Sizdan 3,5. 3,5? To'tiqushlik qilmasdan pulni to'la. Qanaqa pul? Mana bunaqa. Hey, pulimni qaytar. Meni talab ketishdi. To'xta. To'xta dedim. Ushlanglar uni. Menimcha Jina dadamga yoqadi. Idish yuvayotganimizda bir-birlariga tikilib o'tirishdi. Turmush qurisharmikan? Kristina, xomxayol bo'lma. Jina yaxshi ayol, lekin dadamga mos emas. Buni qayerdan bilasiz? Ko'rmayapsanmi? Dadamni parvoyiga ham kelmayapti. Hey, balki xato qilayotgandirman. Boshimdan o'tmaganda. Qiziq. Hozir Riyana nima qilayotgan ekan? Uxlayotgandir-da. Uning olamida odamlar erta uxlashadi. Elektr yo'q, televizorlari ham yo'q. Biz uni yana qachondir ko'ramizmi? Yo'q. Uning olamiga tuynik yopildi. Endi u ochilmaydi. Sovqat deymi? Kiraver, sinib ol. Seni mehmon qilay desam hech narsam yo'q. Yo'qol bu yerdan. Kechirasiz xonim, lekin men birinchi keldim. Xo'p bo'ladi, tushundim, ketayapman. Kecha qayerda edingiz? Ana uyda meni politsiya ushlab oldi. Ota-onam talvasada. Katrina, men ham dadamdan ulushimni oldim. Tushundingmi?
Biz kuta olmasdik. Riyanani qutqarish kerak edi. Riyanani olamiga borishimni va'da qilganding. Hatto kameramni ham olgandim. Men ham borganim yo'q. Bu yoqdan biror nima olib keldingmi? Bo'lmasam-chi, Riyananing qishlog'ini tasvirga tushirdim. Yaxshi ish bo'libdi. Ota-onamga ko'rsat. Kamera o'sha yoqda qolib ketibdi-da. Tez olib kel. Riyanani dunyosiga yo'l yopildi. Katrina, kechirasan, afsungarlarni endi unut. Senga gapirish oson. Hammasini o'zing ko'rding. Alex. Bilasanmi, tasavvur ham qila olmaysan. Hamma yoq to's-to'polon. Lash-lushi zo'r ekan. Ha, juda antiqa. Bularni qayoqdan olding? Menga ma'lumot kerak. Muammo yo'q. Nimani bilmoqchisan? Bu dunyoning hukmdori kim? Tushunmadim. Nima qilishingizni kim buyuradi? O'zimga o'zim xo'jayinman. Hamma narsani qayerdan bilasiz? Gapir. Televizordan ko'ramiz. Televizor? Yangiliklar yashaydigan qutichami? Ha? Televizor qayerda yashaydi? Hov, ana u yerda. Ko'zoynagingni taqib yur. Bu eng oxirgi rusumdagisi. Keng ekranli stereo ovoz. Yangiliklarni qanday joylashtirasan? Tushundim. Siz pul berib narsa olasiz. Menga televizor kerak. Bu pulingiz yetmaydi. Qayerdan pul olsam bo'ladi? Bu yerdan chiqib keting. Qo'lingni tekkizma menga. O'g'rini ushlanglar. Siz quymoq pishirmas edingiz-ku? Tinchlikmi, dada? Hech gap yo'q, shunchaki o'zim. Sababi bordir. Sababini bilgingiz kelsa, farzandlarimni xursand qilgim keldi. Nimadir demoqchimisiz? Shanba kuni bir yigit Lara tog'larida o'zga sayyoralik sohibjamol ayolni uchratibdi. U elektr uchqunlari chaqnab turadigan sovut kiyib olgan emish. Nimaga hayron bo'lyapsan? Hech narsaga o'qiyvering. Bugun esa shunday qiyofali ayol elektr mollari do'koniga bir necha ming dollarlik zarar yetkazibdi. Yozishga tuzukroq gap qolmabdi shekilli. Eshikni o'zim ochaman. Biror gap bo'ldimi? Menimcha ashka shu yerda.